Nima bo'ldi? Men nega pastda paydo men hozir tepadan tushdimmi qulab? Bo'lishi mumkin emas. Nima o'tgan allaqada pastga tushib ketdim. O'tgan safar pastga tushdim. Endi bu yerda paydo bo'libman. Yo bu cho'ta tushga o'xshaydi. Lekin vaqtimiz yurib qolgan. O'zgarganingizcha demaklarni bu yerga hisoblaymiz. Qo'lim cho'chib demak shunday ozgina vaqt o'tganmi? Bunda qo'lim to'q edi. Tisha sho'rayni olaman. Yaxshi. Nima aytishmasam, xayolimga nimadirlar kelyapti. Xuddi bir kun o'tib ketgandek bo'lyapti menga. Bobur bobo yerda kecham bor degandi. Yo, bu meni xayollarim bo'lsa kerak. Bu yerda paydo bo'lganim ham bejiga emas. Menimcha bu yerga kelganlarim esimdan chiqib qolgan. Nima bo'lsa bo'ldi, lekin men to'g'ri aytsam bunaqa qo'rqmayapman. Shuning uchun uxlayveraman. Xayrli tun o'zimga. Va ertalab tushibdi birpasda. Birpas ertalab tushibdi. O'zimni o'ta tetik his qilyapman. Mana bu yerim buzilgan bo'lsa ham. Wow. Mana bu yerda toshqulab nima qilyapti bir o'zi? Mayli hozir o'zim yo'q. Qo'limda qanaqadir narsalar paydo bo'libdimi? Menimcha evolyutsiya shu bo'lsa kerak. Menga Bobur bobo adashmasam, unda evolyutsiya bo'lishi mumkin degandi. Bu yerda o'tib ketish kerak ekangina. Yo'q, portlama. Shu kirplarlarda o'lgida yomon ko'raman-da, yoniga borib uraman desam, portlayman deydi. Ko'ryapsan? Ke, bemalol. Portlama jinni. Baribir portladi. Shuncha urganlarim-a. Shuncha kuchimni ketkazib bo'lib bu bo'lsa mana senga deb portlab tashladi. Просто portlab tashladi. Sen nimaga kelyapsan? Sen nimaga kelyapsan kichkina? Qat qoldimmi cho'tdan hududni. Bu kichkina menga umuman yoqmaydi. Oho, Bobur bobo nimalar qilib tashladingiz? Bugun kimlar bilan urushaman? O'ta qattiq jang bo'ladi. Bugun tepadan insonlar kelgan. Qanday tepadan insonlar? Mana bu tepadan kelgan insonlar bu axir yomon odam-ku. Bitta zarbadan xona yerda ko'rayotgan, xona yerda trenirovka qilyapti, ko'ryapsanmi? Yo'q, qani? Men ko'rmaslik rejimiga o'tdim. Ha, mayli. Shu yerda trenirovka qilayotgan u shogirdimiz, yangi shogirdimiz. Ha, yaxshi. Shunday shogird oldinglarmi? Ha, biz shogird olganmiz. Ha, bo'pti. O'sha shunday hozir anaqami bizni ko'rgan kelgan odammi? Ha, u boylab o'ta katta boyning o'g'li. U James Jackning o'g'li. Ko'p Instagram ko'rib olgan shekilli. Ha, bo'pti. Uni aytgancha sizlar shug'ullantirgan odam olyapsizlarmi? Ha, xuddi shunday shug'ullantirgan odam olyapmiz. Amayli bo'lmasa. Ha, aytgancha bizga yordam bermaysanmi ularni shug'ullantirgani? Axir sen eng yaxshi jangchisan-ku. Ha, mayli o'ylab ko'raman. Yaxshi oylik bersanglar mayli. Dushmanlarni aytgan sandiqda olmaysizmi? Ko'rmayapsan, mana bu yerda ko'pgina dushmanlar turibdi. Yo'q, buguncha yomon bo'lgan o'xshayapti. Hammasini yo'q. Demak, bular kuchli o'xshayapti. Kelash. Bularga yo'q.
ancha kuchli edi, lekin menda emas. Nonim bormikin? Yaxshi, nonim bor ekan. Yo'q, hozir boshlamaslik kerak. Qachon hozir boshlamaslik kerak. Kimay buni qanday qilib? Voh, ozgina vaqt qolganda, ko'rdinglar, 2 sekund qolganda. Ana bu nima ekan? Unga tegma. Xo'p, Bobur bobo ko'rmas bo'lib baqiravermang. Baqirganim yo'q. Hammayla. Bu unchalik kuchli bo'lmaslik kerak. Yo'qmi, nega meni urding? Hozir men senga urishni ko'rsatib. Yo'q. Nima bu? Fantomlarning boshqa kuchliroq variantimi? Bular yana to'xtash, o'lim deydigani. Fikrimcha shunday. Baba, menga yordam bermaysizmi? O'lib ketsam-chi? Sen o'lmaysan. Sen qancha janglardan tirik chiqqansan. Bu sening uchun cho't bo'lmaslik kerak. Baba, bozdan boru. Cho't bo'l deysiz menga. Hozir o'ltirib olsa, ochishni boshlashdi. Hozir o'ltirib olsa nima qilaman? Hech nima qilmaysan. Baba, zam. Ana bu kim? Bu ajmasam buni uryapti, yo'tkizib olib uryapti. Yo'q. Nima qildi u senga? Meni oilamni bitta a'zosini o'ldirib ketdi. Shu kichkina o'rgimchagi. U meni o'g'lim edi. G'alatimisan sen? Lekin bunga ham achinsa bo'ladi, bechora. Kimga senga qasos olishga yordam beraman? Derdim-u men jang qilyapman-da. Shuni olamiz. Bugungi jang qattiq bo'ladi shekilli. Ana endi buni ochamiz. Bobo bekardan bekar bunchalik. Voy, nima bu? Boshidan bekardan bunchalik xavotirlanmagan ekan. Yaqinlashma. Bunga keltirish. Senga yetib olamanmi? Yetib olaman baribir senga. Uzoqdan o'tishmagan, yonimga kelish. Valla ovozim uchun uzr so'rayman. Solmaysan ishdan chiqibdi. Video o'rtasida hammalarga salom. Mayli, hozir jangning o'rtasidamiz. Ovozimga e'tibor bermaysizlar, sal grippman. Uzr, ovozim g'alati chiqib qolgan bo'lsa. Qani bularni hal qilish kerak hali. Kelish bu yoqqa, kelish. Shu tablo o'zlari kechirgan. Demak, biz boshqasini ochishni boshlaymiz. Nima u meni poylayapti? Nima bo'lsa bo'ldi. Tushunmadim. Nega buni ochib bo'lmayapti? Buncha qattiq. Nega bularni ochib bo'lmayapti? Demak, ana ular sababchi. Sizlar ham bor-ku, yonimga yaqinlashinglar, urib tashlaysizlardi. Menga o'tadi-ya. Ey, Bobur bobo, ko'rinmas bo'lmasdan yordam bering. Nega yordam berishim kerak? Pulni sen olasan-ku. Gapida jon bor-u, lekin o'lib ketsam nima qilasiz? Senga aytyapman 1000 marta. Sen ancha-munchasiga o'laydiganlardan emassan. Axir o'z kuchingni qandayligini bilasan-ku. Bo'ldi, Bobur bobo, endi tushundim sizni. Shuncha paytdan beri botga o'xshab uzoqdagi qurolning borligini bilmasmiding? Bot. Yo'talishingizga nima bor? Kelma yoqqa. Lazerli nur nayzasi. Nima ishlamay qoldimi? Nima bo'lyapti? Ko'z oldim g'alati bo'lyapti. Nima bo'ldi? U o'ldimi? O'lmabdi. Baqa kel. Nega o'qlarni demayapti unga? Nimaga? Men sniper eskiydi. Yaxshi bilmayman, Bobur bobo, nega bularni menga berasiz? Men xohlab beribmanmi? Nima? Ana u yerda turgan, shug'ullanayotganda ishi. Tushunarli. U menga bergan. Yo, tushundim. Bu shunchalik ko'plikdan ko'z oldim oqarib ketdi. Bo'ldi. Yo. Qoch bu yerdan, qarama bu yoqqa.
bir sekundga bo'lmasdan telefonim qizishni boshladi. Tushunarli. Ikkinchisini ochishni boshlashim kerak bu uzoqqa ketganda. Bechoralar. Ura, ularni yutdim. Yo'ma, ikkitasini birdanigami? Yo'mayo. Portlab tashladim. Qo'rqib ketdim. To'xtab turinglar. Agar yana anamga o'xshagan boqishlar chiqsa nima qilaman? Mayli. Yana uchur bor, demak bu kuchli o'xshaydi. Ammo buni ikkiga olishim kerak. Kelish, bitta kelish. Yoyuvchi kuch. Yo'yaman, hammani yo'yaman. Bo'ldimi shu xolosmi? Jite qoch. Tur. Uzr do'stim. Voy do'stim. Tur. Aslida ketib qoladi. Qattiq zarar yetmagan. Yaxshi. Start. Uchirib olaverma. Hech kiming yo'mayo kuchlilardan. Kengayish. Bobur bobo, bunga meni kuchim yetmaydi. Yetmasa menga nima? Sizga nimamish? Men bunga kuchim yetmasligini bilaman. Bo'lsa bunga majburman. Olovni kengayish, olovni yutish. Bobur bobo, tirmisiz? Bobur bobo? To'xta, yo tomonga borma. Borsam nima bo'ladi? Pastga hech qachon tushma. Gapni eshityapsanmi? Ha, eshityapman. Pastga hech qachon tushma. Yo'mayo, nimalar bo'lib ketdi? Pastga hech qachon tushma. Men sening ichiniki, hali kuchli odamman. Hech qachon pastga tushma. Pastga tushsang, men ham seni ham o'lib ketamiz. Shunchaki sen men aytgan narsalarni qilishing kerak. Hozirning o'zida meni kuchimniki, nima bu sening kuchingmi? Ya'ni men bu kuchga chidaman. Mayli, endi uyga kir. Hop, kirdim. Endi esa bu kuchli bossni yenga olmayman hech qachon. Buni yengani meni 100% kuchim ketadi. Senda hali 1% kuchim ham yo'q. Kuching ham senda yo'q. Bo'lmasa, endi nima qilamiz?